Diqqat, mudhish falokat yuz berdi. Samolyot Turkiyada qulab tushdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Shu kabi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Kecha 23 dekabr kuni kechqurun Turkiyada Liviya bosh shtabi boshlig'i Muhammad al-Haddad bo'lgan biznes jet samolyoti halokatga uchradi. Bu haqida Turkiya ichki ishlar vaziri Ali Yerlikaya X'dagi sahifasida e'lon qildi. Hodisa Anqara yaqinida sodir bo'lgan. Liviya rasmiylari harbiy qo'mondonning halok bo'lganini tasdiqlagan. Vazirning so'zlariga ko'ra, Anqaradagi Esenboga aeroportidan Tripoliga yo'l olgan samolyot qoldiqlari Haymana tumanidagi Kesikkavak qishlog'idan 2 kilometr janubda topilgan. Falcon 50 rusumli samolyot bilan aloqa parvozdan taxminan 40 daqiqa o'tib uzilgan. Samolyot bortida Muhammad al-Haddaddan tashqari yana 4 kishi bo'lgan. Halokatdan so'ng Anqara aeroportiga parvozlar vaqtincha to'xtatilgan. Ayrim ommaviy axborot vositalari Haymana yaqinida kuchli tovush eshitilganini yozishdi. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z izohlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.